Ah, yana AI. Hozir hamma bitta savol beryapti. AI dasturchilarning o'rnini egallaydimi, yo'qmi? Va insonlar ikkita guruhga bo'lingan. Birinchisi bo'ldi dasturchilar yo'q, dasturchilar o'rnini AI egallaydi deyapti. Ikkinchi guruhdagi odamlar AI mensimasdan bu shunchaki trend, yaqinda o'tib ketadi deyishyapti. Men o'zim frontend developerman va ishimda har kuni AI ishlataman. Va AI API'larini olib o'zimcha side projectlar ham qilaman. Va bugun bu videoda men sizlarga haqiqatni aytaman. Qo'rqyapmiz, mensimaslik ham emas. Bu qanaqa trend deb o'tib ketinglar. Chunki bu savolga noto'g'ri javob bersangiz, siz orqada qolib ketasiz. Ya'ni agar dasturchilarni o'rnini egallaydi desangiz, qo'rqib bu sohaga kirmaysiz. Lekin trend deb o'tib ketadi desangiz, siz AI o'rganmasdan performansingiz orqaga qolib, boshqa dasturchilarga qaraganda siz ancha orqada qolasiz. Bugun bu videoda men 3 ta haqiqatni aytaman va uchinchisi eng muhimi. Reelschilarga o'xshab qoldimi? Reelsda ham xuddi shunaqa hook ishlatishadi. Birinchi haqiqat, AI dasturchilarni almashtirmaydi. U AI ishlatmaydigan dasturchilarni almashtiradi. Bu haqida ko'p eshitgan bo'lishingiz mumkin, bu lekin rostdan. Bugun deyarli 90%, undan ham ko'p foizdagi dasturchilar hammasi AI ishlatadi. Nega? Chunki u performansni tezlashtiradi. O'ylab ko'ring, bu shunchaki Excelga o'xshaydi. Ya'ni Excel chiqqanda buxgalterlar ishdan bo'shashmadi yoki bu shunchaki trend deb o'tib ketishmadi. Excelni o'rganishdi va Excel bilan singishdi. Excel ularni aytaylik sohasiga kirib borib, ularni sohasini deyarli o'zgartirib yubordi, ishlash usulini. Va matematikada ham xuddi shunaqa. Kalkulyator chiqqandan keyin ularni ishi ancha tezlashdi. Ya'ni matematiklar yo'qolib ketmadi, kamayib ketmadi. Uni shunchaki ishi tezlashdi, ya'ni hisoblash ancha tezlashdi. Va men boshida aytdim, men har kuni ishxonada AI ishlataman va meni 2-3 baravargacha performansimni oshirib yubordi. Agar undan ham ko'p bo'lmagan bo'lsa. Chunki AI mendan tezroq fayllarni tezroq o'qiydi. Mendan tezroq debug qiladi. Mendan tezroq narsalarni konsolga chiqarib ularni o'qib, mendan tezroq arxitekturlarni mendan tezroq tushunadi. Buni tan olish kerak. AI bundoq olib qaraganda mendan aqlliroq ishchi. Lekin hamma narsani AIga topshirib kelish kerak degani emas. Bu hozirgi beradigan pointim, hozir gapirayotgan gapim sekin ikkinchi haqiqatga olib o'tadi. Ikkinchi haqiqat, AIni ko'r-ko'rona ishlatish hozir loyihalarni buzyapti. Ya'ni men buni ko'zim bilan ko'rdim. Ya'ni side projectga qo'shilgandim va u yerda ikkita junior dasturchi bor edi. Ikkalasi ham AI dan shunaqa foydalanishyapti, men hayron qoldim unaqa tez ishlashayotganiga. Ya'ni juda ham rely qilib qolishgan AIga, ya'ni juda ham tayanib qolishgan. Va orada shunaqa bug chiqdiki, hech kim topa olmayapti u bugni. Hech kim topa olmayapti bugni. Nega? Chunki hammasi AI da yozilgan kodlar. Men ularni review qilib chiqarganman, kodlarni vaqtim bo'lmaganda review qila olmasdan shunchaki ularni OZXga topshirib approve qilib chiqarganman narsalarni va bug kelganda hech narsani topa olmayapmiz. Kodni titkilab 2-3 kundan keyin bugni topdik. Shunchaki kichkina bug bo'lgan. Lekin bitta narsani anglab yetdik, ko'r-ko'rona ishlatish mumkin emas ekan. Hozirgi videoni olishdan ham maqsad shu. Sizlarga yordam berish AI ishlatish bo'yicha. Va men nima demoqchiman? AI ko'r-ko'rona ishlatganingizdan keyin arxitekturasini topshirasiz, kod standartlarini topshirasiz, keyin mantiqini topshirasiz, ya'ni logikasini topshirasiz. Hammasini shuni AIga topshirib qo'yasizda, natija nima bo'ladi? Kod ishlaydi, lekin nima ishlayotganini tushunmaysiz. Qayerda nima bo'layotganini tushunmay qolasiz. Ya'ni siz boshqatdan proyekt bilan tanishib chiqib, kodlarni boshqatdan o'rganib chiqishingizga to'g'ri keladi. Bu juda ham xavfli narsa hisoblanadi. Kod ishlayotganini bilib turibsiz, ko'rib turibsizda, mana shu liniya qanaqa output chiqarishini bilasizda, lekin nima uchun shu narsa qilinganini bilmaysiz. Uchinchi haqiqat va bu eng muhimi, o'zimni reelschilarga o'xshatib olmayman. Bu AI qurol va qurol kimning qo'lidaligiga qarab, uni yoki yaxshi narsa qilib ishlatish mumkin yoki yomon yo'lda ishlatish mumkin. Ya'ni agar senior dasturchi aqlingizni yig'ib bo'lsangiz, siz shunchaki ishingizni topshirasizda, uni review qilib borasiz. Xato joylarini to'g'rilaysiz, kommentariyalar yozasiz unga. Ya'ni u bilan birgalikda ishlaysiz. Uni hamma narsalarni topshirib qo'ymaysizda, uni shunchaki nazoratda ushlab turib, birgalikda hamjamiyatmi bo'lib ishlaysiz. Xullas. Birga ishlaysizlar. Lekin siz junior dasturchilarga o'xshasangiz, men birga ishlagan bolalarga o'xshab, yomon bolalar emas, shunchaki AIga juda ham katta tayanib qolishgan bolalar edi. Shunga o'xshab ishlasangiz agar,
proyektni mazasini qochirasizlar. Aytganimdek, qurolli natijasi uni kim ishlab turishiga bog'liq. Agar asosiy biladigan dasturchi ishlatsa, shu review qiladi, uni tozalaydi, to'g'irlaydi va agar asosiy bilmaydigan dasturchi ishlatsa, uni proyektni tadbiq qiladi. Nega men har doim asosni o'rganinglar deyman? Chunki asosni bilgan inson fikrlashi ham boshqacha bo'ladi. Ya'ni fikrlashni biladi u inson. Ya'ni nima qayerda ishlayotganini tushunadi. O'shaning uchun birinchi fikrlashni o'rganinglar, ya'ni asoslarni o'rganinglar-da, keyin AI ishlatishni o'rganinglar. Tartibni teskari qilmanglar. AI sizni o'ylashdan ozod qilmaydi. AI shunchaki sizni hayolingizdagi, o'yingizdagi narsalarni tezlashtirib bajarib beradi. Shuning uchun boshidagi savolga qaytaman. AI dasturchilarning o'rnini egallamaydi. U AI ishlatmaydigan dasturchilar o'rnini egallaydi. Tanlov sizniki. O'rganasizmi yoki orqada qolasizmi? Bu mavzu haqida Telegramimga yozganman. Ko'p post yozganman, chunki insonlar yozadi menga, AI o'rnimni egallab qo'yadimi, men junior dasturchiman, o'rganyapman deyshadi. O'shaning uchun postlar yozaman Telegramimga, ya'ni insonlarga ko'zini ochaman. Ya'ni, sani o'rningni egallamaydi, lekin ishlatmasang egallashi mumkin. Ishlatishdan oldin ko'r-ko'rona ishlatma deyman. Ya'ni bu videoyam shunchaki mana shu mavzuni kengroq qamrab oladi. Agar sizlarga mana shunaqa tez yoziladigan postlar intizom haqida, keyin hayotim tajribasi haqida va ora-orada dasturlashga tegishli bo'lgan postlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalimga ulaninglar. Link descriptionda. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishamiz.